Men bu teoriya video haqida uzoq vaqt o'yladim. Piglinlarni to'liq bog'langan tarixini olish uchun hamma narsani bir-biriga bog'lashim kerak edi. Men Nezerga bordim. U yerda bir hafta yoki bo'lmasam 2 hafta qoldim. Balki 1 oy o'tgandir. Men umuman adashib qoldim. Bu yerda vaqt umuman boshqacha o'tmoqda. Men cho'chqaga o'xshash irq bilan hayotga moslashdim. Ularni o'rgandim. Hech bo'lmaganda harakat qildim va ma'lum darajadagi muvaffaqiyatga erishdim. O'ylaymanki, siz ularning kimligini va ular qanday qilib Nezerga tushib qolganligi haqida o'ylamagansiz. Bu qanday sodir bo'ldi va ular Nezerdagi eng aqlli mavjudotlarmi? Ularning qishloq aholisi bilan qanday umumiyligi bor? Vayron qilingan portallar qanday va qachon qurilgan va ularning piglinlar bilan qanday aloqasi bor? Nima uchun ular Wither skeletlari bilan janjallashadi? Va oxirgi savol, ularga shuncha oltin nimaga kerak? Va undan tashqari, agar siz ularni oldida oltinni buzib qo'ysangiz yoki bo'lmasam siz oltin zirh bilan kelmasangiz, yetarlicha o'zingiz javob berishingizga to'g'ri keladi. Menimcha bu o'yinchida zirh so'raydigan birinchi mobga kiradi, lekin savol bunday emas. Savol nimaga ular o'zi bunday bo'lib qolganligida. Bunga javob Minecraft dunyosining tarixida. Siz Shoqa Play kanalidasiz. Iltimos kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz 40 mingta obunachi tomon ketyapmiz. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Unda biz teoriya videomizni boshladik. Keling piglinlarning xususiyatlaridan boshlaylik. Bizning o'yinchimiz bilan teng bo'lgan piglinlar mavjud va undan tashqari yana kichkinaroq piglin mavjud. Bu ehtimol ularning bolasi bo'lsa kerak. Lekin shunga qaramay biz hali ularning ko'payishini ko'rganimiz yo'q. Ularning qurollariga keladigan bo'lsak, bu ular juda ham yoqtiradigan oltin qilich va arbalet. Siz allaqachon sezdingizki, ular oltinni juda yaxshi ko'rishadi. Agar siz ularni oldida sandig'idan bu narsa o'g'irlasangiz, ular umuman toqat qila olmaydi va sizlarni yo'q qiladi. Iltimos, ularning narsasini o'g'irlamang. Hazil gazini bosinglar. Piglinlar haqida qiziqarli fakt shundaki, ular qanday savdo qilishni bilishadi. Ha, qishloqlar ham bu xususiyatga ega, lekin u yerda savdo sotiq mavjud. Piglinlar bilan bo'ladigan narsa esa ko'proq universal narsa almashishga kiradi. Qishloqlardan farqli o'laroq, piglinlar qissasi topgan narsani yuzingizga otadi va shunga qaramay piglinlar vayron qilingan bastionlarda Nezer shahrida yashash uchun juda ham aqlli. Ehtimol ular bu yerga oldin umuman kelishmagan. Bir so'z bilan aytganda, ular bu yerga ko'chib kelishgan. Ammo buni qanday tushunish mumkin? Keling buni aniqlab olamiz. Avvalo, Minecraft dunyosi tarixiga juda ham eski va qadimgi bo'lgan versiyalarga qaytaylik. Qachonki Notch o'yin yaratuvchisi cho'chqa odamlarni qo'shishni xohlagan paytlarga, ular mana shunday ko'rinishlari kerak edi. Ammo keyingi yangilanishlarda uni teksturasi yangilandi. Cho'chqa odamlarning o'zlari oddiy dunyoda yashashi kerak bo'lgan va rejalashtirilgan edi va qishloqlarda yashashi kerak edi. Ammo ularni o'yindan kesib tashlaganligi tufayli ularni o'rniga qishloqlar keldi. Ammo shunga qaramay eski versiyalarda bo'lgan hamma narsani syujet kanoni deb hisoblash to'g'ri emas. Chunki moblar olib tashlanishi va qayta chizilishi bejiz emas. Ha, mayli, Minecraft lavrasiga to'g'ri kelish uchun biz boshqa dalillardan foydalanamiz. Xo'p, mayli, buzilgan portallar haqida nima deysiz? Aytaylik, siz ham bo'ylab suzib ketyapsiz va ularga duch keldingiz. Birinchi navbatda nima deb o'ylaysiz? Ehtimol ularni kim qurgan? Yaxshi savol, lekin buning javobi tuyulishi mumkin bo'lganda ham juda ham chuqurroqda joylashgan. Shunday qilib Minecraft dunyosining tarixidan boshlaylik. Ikkita sivilizatsiya bor edi, uni inkor qilish ahmoqlik. Birinchisi hozir suv ostida qolib ketgan xarobalarni qurgan. Ikkinchisi esa allaqachon bu okeanlarning ustida kemalarda suzib yurishgan. Birinchisiga qaytaylik. Siz tushunganingizdek, bu suv ostida qolib ketgan xarobalar bir paytlar yer ustida joylashgan va issiq okean o'rnida oldin cho'l bo'lgan va sovuq okean o'rnida esa qonli tekisliklar bo'lgan degan taxminlar mavjud. Barchasidan so'ng esa global toshqin bo'lgan. Uylar, portallar va suv ostidagi barcha narsalar urilib xarobalarga aylandi. Tog'lar va shunga o'xshash joylar sekinastalik bilan tekislikka aylandi, chunki suv sathi ko'tarildi. Keyinchalik esa kemalar quradigan odamlar paydo bo'ldi. Siz savol berishingiz mumkin, nimaga aynan odamlar? Chunki uylarning arxitekturasi odamlar quradigan uylarga juda ham o'xshaydi. Shunday qilib, odamlardan oldin xarobalarni, aniqrog'i, uning butun versiyasini qurganlar bor edi. Xarobalarning oldida vayron qilingan portallar ham bor edi. Bu degani piglinlar oddiy dunyoda bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Ammo negadir keyin Nezerga o'tgan. Menimcha yo'q, hozircha dalillar kam. Ammo shoshmang, hali menda yetarlicha dalillar bor. Birinchidan, portalning oldidagi sandiqni tekshiramiz. Asosan bu yerda piglinlar yaxshi ko'radigan oltin va oltin asboblar bor va piglinlardan sotib olish mumkin bo'lgan oltin to'plar. Va portalning ramkasida har doimgidek obsidian va yig'laydigan obsidian bor va ularni ham siz piglinlardan sotib olishingiz mumkin. Va shunga o'xshash ko'plab misollar mavjud. Menimcha dalillar hali ham sal kamlik qilyapti. Unda portalning oldidagi bloklarga nazar solamiz. Bu blokning nomi Chorna Kamen deb nomlanadi va o'zbekchaga tarjima qilinganda qora tosh degan ma'noni bildiradi. Va men demoqchimanki, aynan shu bloklar yordamida ular yashaydigan bastion qurilgan. Lekin shunga qaramay baribir dalillar sal kam. Keling, hozir biz oddiy olamga o'taylik va oddiy olamga o'tganimizdan keyin biz har doim nima ko'ramiz? Albatta, okean va suvga o'xshash joyni ko'ramiz. Ya'ni okean bu suvdan tashkil topilgan. Suvni esa siz Nezerda hech qanaqasiga ishlata olmaysiz. Menimcha siz portallarni piglinlar aynan zombi virus tufayli qurgan degan taxminga borgan bo'lishingiz mumkin. Lekin piglinlar oddiy dunyoda bo'lgan payt hali zombi virus bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin bizda savol paydo bo'lyapti, nimaga ular Nezerga qochishgan? Biroz oldin
avval aytganimdek, oddiy dunyoda suv bor, Nezerda esa suv yo'q. Ularning ko'chishi global toshqin bilan bog'liq bo'lgan va bu hodisa kemalarda suzib yurgan o'yinchilar paydo bo'lishidan ancha oldin bo'lgan. Suv ostida topilgan portallar bu aynan Nezerga qochish uchun qurilgan portallardir. Bu shuningdek, nima uchun piglinlar butun Nezer bilan janjallashayotganini degan savolga javob bo'lishi mumkin. Chunki ular Minecraft dunyosidagi o'yinchi kabi u yerda begona. Shuning uchun ham ular bastionlarni qurgan, chunki ular yashash uchun joy yo'q. Minecraft dunyosiga kelganimizda biz ko'rishimiz mumkinki, portallar har ikki tomondan ham buzilgan. Ehtimol siz nima uchun deb so'rashingiz mumkin. Piglinlar ko'chib o'tib, bastionlarni qurishni boshlagan va odamlar ham paydo bo'lishni boshlagan va albatta zombi virus ham. Piglinlar bunday virusga hali tayyor emas edi, ya'ni ularning immuniteti hali tayyor emas edi. Shuning uchun ham ular o'zlarini asragan holda portallarni har ikki tomondan ham buzib qo'yishgan. Ammo o'sha vaqtga kelib o'sha juda kech edi. Virus hamma piglinlarni bo'lmasa ham, lekin ma'lum bir darajadagi piglinlarni zaharlashga ulgurdi. Narsani aytib o'tishim kerak. Oddiy piglin zaharlangan piglindan qochishga harakat qiladi, lekin zaharlangan piglin oddiy piglinga hech narsa qilmaydi. Oddiy dunyoga kelsak, u yerda hattoki havo ham ifloslangan. Piglin oddiy dunyoga o'tadigan bo'lsa, 20 soniyadan keyin u zombilangan piglinga aylanib qoladi. Endi esa Ender dunyo haqida gaplashamiz. Bu yerda agar tasodifan piglin paydo bo'lib qolsa, u baribir 20 soniyadan keyin uning zombi versiyasiga aylanib qoladi. Ko'pchilik uchun bu umuman tushunarsiz holat bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo ishlab chiqaruvchilar biron nimani hech qachon shunchaki qo'shmaydi. Bu virusda endi ham bor deb taxmin qilish mumkinmi? Axir qanday qilib bu umuman boshqa o'lchov-ku birinchidan. Ikkinchidan esa bu yer kosmos. Kosmosda virus bo'lishi mumkin emas agar bu yerning o'zida havoni o'zi bo'lmasa. Xo'sh, ikkinchi savolga men oson javob bera olaman. Bu yerda o'yinchimiz bemalol nafas olib yura olyapti va bu yerda tortish qonuni ham bor. Demak, bu yerda kislorod ham bor. Umuman olganda Ender dunyo oddiy olamdan unchalik uzoqda joylashmagan va oddiy olamning havosi bu yerda bo'lganligi tufayli bu yerda ham virus bor va buni tushunish shunchalik qiyin emas. Nezerning tepasida bedrock joylashgan va shu bedrock virusni Nezerga umuman o'tkazdirmaydi. Nezerga virus faqatgina portallar orqali o'tishi mumkin va oddiy dunyoda esa bedrock faqatgina pastda joylashgan. Va agar biz o'lchovlarni aynan shunday ko'rinishdan boshlasak, Nezer va oddiy dunyo o'rtasida bedrock mavjud. Oddiy dunyo va Ender o'rtasida esa hech nima yo'q, faqatgina havo. Aynan shu bo'shliq orqali Ender dunyoga zombi virus bemalol yetib boradi va bu virus piglinlarda Ender dunyoda ham yashashiga to'sqinlik qiladi. Bizning o'yinchimizga keladigan bo'lsak, o'yinchimizning immuniteti zombi virusni bemalol sindira oladi. Bunga sabab o'yinchimiz aynan shu olamda spawn, ya'ni shu olamda tirilganiga bog'liq. Shunday qilib biz piglinlarni Minecraft dunyosidagi eng aqlli sivilizatsiyalardan biri deb hisobga olishimiz mumkin. Afsuski, majburiy holatlar tufayli ular portallar qurib Nezerga qochishlari kerak edi va bu yerda ular hali umuman ko'rmagan va o'rganish kerak bo'lgan butunlay umuman boshqacha olam bilan duch keldi. Shu bilan do'stlar, piglinlar haqidagi teoriya videoligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqanmisa albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'zingizni fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Albatta kanalga obuna bo'ling va videoga ham like bosib qo'ying va keyingi videolarda ko'rishguncha